qayerda bor bunaqa inson? Boshida muammosi bo'lmasin, mayli mashinada yurmasa ham tinch bo'lsin deydi. Nima bor? Bu yoqqa o'tirmamizga deydi. Oltinga teng deydi-yu, oltin juda arzon bu insonlarning oldida. Gaplashgimiz keladi, mana yurgimiz keladi. Hammada bor-da nafs. Kayf qilish, boshqa. Lekin haqqimiz yo'q-da, chunki bizni necha yil o'stirib katta qilib kelgan ota-onamiz qarab turibdi-da bizga. Shu bolam nimaga erishar ekan, nima qilar ekan. Chunki ota-ona mana 35-40 yoshga kirganda o'zi biz voyaga yetamiz-ku, bir pul topishni boshlaymiz, bir mehnat qilishni boshlaymiz. O'sha mehnat qilishni boshlarkanmiz, o'sha ota-ona bizdan kutadi-da. Shuncha yil nimaga ishlagan bo'ladi, nima uchun mehnat qilgan bo'ladi. Ota-ona har doim duo qiladi, o'ylaydi, chunki biz 60 ga kirsak ham bolamiz ota-ona uchun. Biz iloji boricha qilishimiz kerak ota-onaga. Hamma narsa o'tib ketadi. Mana ayol, mana juft halol topish muammo emas, farzand muammo emas, lekin ota-ona boshqa qaytib kelmaydi bu. Topilmaydigan insonlar bebaho. Iloji boricha shu insonlarga qilish kerak. Chunki ota-ona har doim duo qiladi, har doim shu bolam nimadir qilsin, mana nimadir qilishni boshlasin deydi. Nimadir qilishni boshlasa ham 1-2 so'm pul topib, bolam yiqilib qolmasin deydi o'zi. Shu bolam yiqilmasin, shu tushkunlikka tushmasin, shu ishlari o'xshasin har doim, do'st dushmanning oldida yelkasi qisiq bo'lmasin, boshi egilmasin deydi. O'sha hamma narsalarga erishib bo'lganingizdan keyin u narsalarni yo'qotib qo'ymasin deydi. Yo'qotib qo'ymasin, qo'ldan chiqib ketmasin, har doim shu holatda bo'lsin. Ko'z tegmasin bolamga. Mana ko'tarilish, mana noldan ko'tarilish bor-ku, mana odamga unaqa narsa olib kelmaydi, emotsiya olib kelmaydi mana. Unaqa tushkunlikka tushib, yomon nimadir bo'lmaydi. Yaxshi bu narsa. Mana mashina yo'q edi, bo'ldi, to'g'rimi? Lekin bor mashina yo'q bo'lib qolsa, odam dumga kirib qoladi-da, yo'qotib qo'ysa. Yo'qotib qo'yish ham hazm qilavermaydi-da, uni nima desa bo'ladi, emotsiya juda og'ir. Yo'qlikka ko'nikish juda og'ir. O'shaning uchun ota-ona bilmadim, biz qaytib kelmaydi u insonlar. Qaytib kelmaydi. Onamlar endi juda o'qiganlar-da, ko'p mehnatlari singan. Iloji boricha men xohlayman onamlarni shu rozi qilay, maksimalni. Inshaalloh duo qilib tursalar, erishaveramiz. Asta-sekin. Maksimalni rozi qilish kerak, maksimalni. Iloji boricha qo'ldan kelgancha mehnat qilib biz o'zimiz ham muammolarimiz bilan yuraveramiz. Ota-onaning hayolida biz bo'lamiz-da baribir. Qayerda ekan, nima qilayotgan ekan bolam, yaxshimikan, to'g'rimikan, qorni to'qmikan, usti butmikan, tinchmikan, omonmikan, ishi yaxshimikan. Shunaqa. Onam juda ko'p telefon qiladilar menga. Qayerdasan, nima qilyapsan? Ha, shu yerda. Men tinchmisan? Ha, tinchman. Qorning to'qmi? Ha, to'q onajon, rahmat. Ha, bo'ldi, ehtiyot bo'l. Bo'pti. Xavotir olib ko'p telefon qiladilar-da mana. Xavotir olib ko'p telefon qilib, aniq qiladilar-da. Iloji boricha vaqtim bo'lmaslikka harakat qiladilar. Mana tez gapiradilar. Ha, nima qilyapsan? Shunaqa. Ha, bo'ldi, ehtiyot bo'l. Oxirroq kelgan uyga. Bo'ldi. Qayerda bor bunaqa inson? Sihatda bu. Bizani o'ylab boru ko'zdan biladilar-da, ko'zdan. Qaranglar-da, nima ishing o'xshamayaptimi? Yo'q, onajon, yaxshi, siz. Yo'q, sen boshqachasan deydilar. Yo'q, onajon, nima boshqacha? Yaxshiman mana. Aldama meni deydilar. Nima bor? Bu yoqqa o'tirmamizga deydilar. Ona borib muvaffaqiyatga erishib, mana omadingizga yurib, bolam baraka top, omadingni bersin, duo qiladi, bo'ldi, vaqtinglarni olmaydi. U boshqalar, u hamma narsalar bor paytda atrofingizga o'ralib oladigan. Ona shu nimadir bo'lib qolganda yoningizda bo'ladi, bu yoqqa o'tir deydi.
nima bo'pti senga, gapir menga deydi. Tushundinglarmi? Shunaqa narsa. Bitta ota-ona xohlaydi, bitta ota-ona. Undan zo'r bo'lishinglar boshqa hech kim xohlamaydi. Bitta ota-ona xohlaydi. Ota xohlaydi, mendan yaxshi mashina minsin deydi. Ona xohlaydi, mendan yaxshi ovqat yesin, mendan yaxshi sharoitda yashasin bolam deydi. Bitta ota-ona. Даже aka-ukangiz ham vaqti keladi, hasad qiladi, ko'ra olmaydi. Bitta qorindan talashib tushgan aka-ukangiz. Bitta ota-ona xohlaydi. Bitta o'sha ota-onani so'nggi manziligacha ham ulgurish kerak, rozi qilishga, iloji boricha ham ularning ko'nglini olishga, aytgan narsasini muhayyo qilishga inson kuchi boricha ham harakat qilish kerak. Maksimalniy. Tushunasizlarmi? Mayli 3 etaj uy olib bermang, 1 etaj olib bering, 2 xonali bo'lsa ham. Olib bering qo'ldan kelgancha. Imkonsiz narsa emas. Yaxshi kiyimlar kiydirish kerak, chunki bizani katta qotganda o'zini kiyimidan kecha bizga kiyim olib berganda, qorni och bo'lsa ham ikkita shashlik yeb, chala to'yib bizga ikkitasini ko'tarib kelgan ota-ona bo'ladi-da. Ota-ona bo'ladi. To'g'ri, ota-ona nimadirga qarshi bo'lishi mumkin, bolam buni qil. O'sha qarshi bo'lish ham nima uchun? Shu bolam kuyib qolmasin deydi. Shu ehtiyot bo'lsin bolam. Endi to'g'ri yo'lligini hech kim 100% uverenli bilmaydi-ku, to'g'rimi? Qaysidir biznesni yoki qaysidir sohani o'shancha ehtiyot bo'l, qilma bolam, qo'y. Nimaga? Chunki tinch yurishini xohlaydi. Tushunasizlarmi? Tinch yurishini. Ko'p pul topsin, mana shunaqalarga kirib ketsin demaydi. Ota-ona birinchi o'rinda tinchlikni xohlaydi ota-ona. Tinch bo'lsin shu bolam, boshida muammosi bo'lmasin. Mayli mashinada yurmasa ham tinch bo'lsin deydi. Tushunasizlarmi? To'g'ri yo'lligini, yaxshi yo'lligini, yaxshi daromad keladigan sohaligini bilgandan keyin mashina olib, o'sha ishinglar rivojlanib, yaxshi pul topib, komfort zo'r qilganinglardan keyin ota-ona nima duo qiladi faqat. Mana mashina oldik deymiz. O'zimiz minamiz, ota-ona minmaydi o'shani bor-ku. 24 ga 7 mashina minadigan ota-ona bormi? Kimda bor? O'zingizlar minasizlar. Uy oldinglarmi? O'zingizlar yashaysizlar. Ota-onaga deymiz, o'zimizga beradi ota-ona shuni. Pul bersak ham o'zimizga yig'ib qo'yadi. Shu bolam bo'lsin deydi. Go'riga ko'tarib ketmaydi-yu. Biz uchun o'lgungacha ham shu farzand uchun yashaydi. Bizani katta qiladi, bizdan keyin bizni bolalarimizni katta qiladi. Bormi yana shunaqa insonlar? Oltinga teng deydi-yu, oltin juda arzon bu insonlarning oldida. Juda arzon narsa oltin. Bu insonlar bebaho. Chunki oldin ota-onaning roziligi, keyin Allohning roziligi. Ota-onani rozi qilmasdan turib, bilmadim, hamma gapirsin, g'iybat bo'lsin, hamma bizga qarshi chiqsin, bizga teskari bo'lsin, mana odamlar, menga qiziq emas. Shu ota-onam men bilan bo'lsa, menga kulib qarab tursa, duo qilishsa, men bilan suhbatda bo'lishsa, yonimda bo'lishsa bo'ldi. Qolgani qiziq emas. Qolganlarni ushlab qolishga harakat qilish kerak emas. O'tkinchi odamlar hammasi. Hammasi o'tkinchi. Iloji boricha o'ylaylar, ota-ona bizani dunyoga mana shu yurishimiz ota-ona sababda. Shu yurishimizga ota-ona sabab. Kim o'tkazib qo'ygan joyi bor? Hech kim o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Hech kim. Absolyutni hech kim o'tkazib qo'ygan joyi yo'q. Iloji boricha qilish kerak. Aytadi-yu, ota-onani duosi bilan ko'p narsa erishsa bo'ladi deydi. Mana shu tupikka kirib qolganda ham bor, ishoninglar. Ota-ona bitta duo qilsin. Mana shu singan oyog'inglar tuzalib, oyoqqa turib yugurib ketasiz-da. Yugurib. Sinalgan narsa. Hayotimizdan o'tgan narsa o'zimizni. Lekin bitta narsa bor, biz ota-onamizni duosi bilan boru cho'kkalab tursak ham sizlarni tika turganinglardan balandmizda. Sizlar tika turasizlar, biz cho'kkanimiz shunda baland turamiz sizlar. O'sha tomoni bor. Bizda kulchoq joylari ko'pda.